IP kamera nima? Qanday ishlaydi? Oddiy kamera bilan qanaqa farqi bor? Va nega aynan IP kamera qo'yish kerak? Keling, shularni tushuntirib beraman. Eng katta farqi, oddiy kamera videoni faqat apparatga yuboradi, o'zi mustaqil ishlamaydi. IP kamera esa xuddi smartfon kabi aqlli. Ichida protsessor bor va videoni to'g'ridan-to'g'ri internet orqali telefoningizga yuboradi. Xo'sh, nega aynan IP kamera qo'yish kerak? Birinchi sabab POI texnologiyasi. Tok va internet uchun alohida sim tortmaysiz. Bitta kabel orqali ham tok, ham internet boradi. Bu xarajatlarni ancha tejaydi. Ikkinchi sabab 4K sifat. Oddiy kamerada yaqinlashtirganda tasvir sifati pasayadi. 4K IP kamerada esa ko'proq detallar saqlanib qoladi va obyektlarni aniqroq ko'rish mumkin. Tungi tasvir sifati esa kamera modeliga bog'liq. Ayrim IP kameralar tungi rejimda rangli tasvir bera oladi. Uchinchi sabab aqlli funksiyalar. U odam bilan hayvonni ajrata oladi. Daraxt yoki mushukka chalg'imaydi, lekin begona odam kirsa, darhol telefoningizga xabar yuboradi. Qisqacha aytganda, IP kamera orqali dunyoning qaysi chekkasida bo'lishingizdan qat'iy nazar, uyingiz yoki do'koningiz to'liq sizning nazoratingizda bo'ladi. Agar ushbu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, yo'qotib qo'ymaslik uchun videoni saqlab qo'ying.